Agar siz Node.jsda Code application tugatgan bo'lsangiz, bu degani endi arxitekturalashga o'tsangiz bo'ladi. Bu sizni oldingi dasturlaringizda misoli sifatida bo'lishi mumkin. Ya'ni klient request qiladi, u router'ga kelib tushadi va router kontrollerlarga murojaat qilgan holatda javob oladi va yana qaytarib yuboradi. Agar siz hackathonlarda qatnashayotgan bo'lsangiz yoki judayam tez applicationni bitirish kerak bo'lsa, bu arxitekturadan bemalol foydalanishingiz mumkin. Lekin buni minus tarafi, buni scalability'si judayam kam. Ya'ni bu arxitektura bilan dasturingizni kattalashtirishingiz qiyin bo'ladi. Scalability'si yuqori bo'lgan arxitekturalardan bittasi bu xuddi shunaqa ahvolda. Ya'ni routerdan keyin router kontrollerlarga murojaat qiladi. Kontrollerlar bo'lsa biznesni to'liq logikasini bajarmaydi. Aksincha ular servislarga murojaat qiladi. Servislar modal bo'lsa DB bilan gaplashadi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bunda scalability yaxshiroq. Ya'ni agar biz qachondir yangi servis qo'shadigan bo'lsak, ya'ni masalan, uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qilayotganimizda, shunchaki biz kontrollerga yana bitta servis qo'shib qo'yamiz va bu shunchalik oson. Haqiqiy kodda ko'radigan bo'lsanglar, bu yoqda kontrollerlar bor va routerlar va bizda servislar bor. Servislarni ichida ko'rsanglar, Payme va Telegram bilan foydalanayotganimda alohida servislarga chiqarib qo'yganman. Chunki buni bitta kontrollerni ichida qilish judayam tushunarsiz kod va tushunarsiz arxitekturaga olib keladi. Shuning uchun agar siz uchinchi tomon ishlari bilan ishlayotganingizda albatta servis yarating